Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar, charchamayapsizlarmi? So'zmisizlar? Bugun 18-fevral 26 kechki payt Madina Munavvaradamiz. Ramazonni bizada ikkinchi saharlikka tayyorgarlik. Choyxona palov bermoqchiman oilamizga bugun. Bizada Ramazonda ayollarimiz ovqat qilishmaydi bir oy. O'zimiz qo'ldan kelgancha nima qilamiz? Xudo xolisa kuzatib boringlar. Qayrog'imiz yo'q. Pichog'imiz o'tmas bo'lib qopti azizlar. Uzoqdan bizani yuzimizni ham tushirib olishingiz mumkin. Gapirib yuboring. Boshqatdan to'xtab gapiraman. O'zi dunyo bo'yicha olyapsizmi? Anaqamiz. Nima deydi? Kamerachimiz. Dunyo bo'yicha shu guruchdan osh palov qilish bo'yicha bizdan o'zbeklik yetadigan yo'q menimcha. Samarqand osh, Toshkent osh, Vodiy Farg'ona osh. Osh bo'yicha shuncha osh yaxshi ko'ramiz. Men sekin hobbi qilaman. Baholida professional choyxona palov qiladigan bo'lib ketaylik. Alloh nasib qilsin. Nima qopti? Biz professionallarga o'xshab qilyaptimmi o'zi ikkinchi marta choyxona palov qilishim. O'tgan safar birinchi marta qilganim o'xshadi. O'zimga yoqdi lekin. Mazza qilib yedik. Mazali bo'libdi. Toshkentda 5 qozondan, Kamolan oshdan choyxona palovlarni yeb yuramiz. Achchiq oshdan, sig'ir oshdan, payshanbachi oshdan mazza qilib yoqadi o'zimizga. Bunaqamiz kuchli, shiddatimiz. Motivation deydi. Motivation. Azizlar, dumbalarimiz to'g'ri bo'ldik. Xohlasa endi bismillah deb qizib turgan qozonga tashlaymiz. Tamam. Azizlar, bismillah. Bunlarimiz chapati deydi. Arabiston, Afg'onistonlik birodarlarimiz pishirishadi. Sizdan olinglar, bismillah. Bizimiz o'tamadi. Piyoz, oq piyoz topamangizni. Bu yoqda Madina Munavvarada piyoz yeydi. Go'shtimiz ozgina kamroq. Alloh barakatini bersin. Chiramiz demoqchi. Bu
yaxshilab qovurib olganimizdan sabzimizni ham juda qizil sabzi tutamiz. Qara sabzi yo'q. Sabzimizni ham juda qilib qovurib olamiz. Saudiyani guruchi lazerga o'xshab ketadi. Bilmayman, qattiq bu Saudiyaniki. Boshqa qayerdan kelganligini. Yuvib qo'yamiz. 1 soat yuvib qo'yamiz. Yuvib qo'ygandan keyin zirvoylarimiz qaynab chiqqandan keyin guruchimizni solamiz. Biz ham videolardan, shef-ko'rlardan ko'rib o'rganganlarimizni qilyapmiz. Azizlar, operator film zirvayimiz qaynashni boshladi. Suv solganimizda sabzini ko'maydigan darajada yaqinroq ko'rsatib yuboring. 40 daqiqa qaynaydi. Keyin qolsa guruchimizni solamiz. Kuzatib boring. Azizlar, zirvayimiz qolsa to'g'riga marom yetib qopti. Guruchimizni solamiz endi damlaymiz. Bismillah. Bakın, oshimiz oz pishadi. Osh qarang, titilganini, yetilganini. Bismillah. Bu choyxona palovni yemabsiz, Madinaga kelasiz. Birodarlar, oshimizga baho beringlar. Teylari mana yopishmagan. Ko'rishinglar mumkin. Choyxona palovi o'zi palovi umrim davomida ikkinchi marta qilishim. Alhamdulillah. Go'zal chiqdi. Bugun Ramazon oyining ikkinchi safarida oshimizni
taqqos tushiramiz. Allohim ro'zlarimizni qabul aylasin, ibodatlarimizni qubvat qilsin. Hammanglarni Madina Munavvaraga ro'za Ramazon oylarida Makka Madinada oila a'zolaring bilan birgalikda ibodat hammanglarga nasib qilsin. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum. Bizlarimizdan qolganini soldik.